Hürmetlik vatandaş, endi tüvende bu kanun layığa, karar layığının kandak makullanğanlığı doğrusunda leksiya sözleyimiz sizlerge vatandaşlarım. Bugünkü islağa 2022 yıl 1. ayının 21. günü mavzumunda Fransiya Devlet Parlamenti yuqori ovoz bilan qaror ma'qullab Çünkü Kompartiyasının insaniyetke karşı cinayetini ve irqiy qirg'inchilik siyasetini ayıpladı. Mavzula haber 1. ayının 20. günü Cungoga nazar tor betida e'lon qilindi. Haber mundaq başlar. Fransiya Devlet Parlamenti haftanın 4. günü yani 1. ayının 20. günü 169 avazdan qo'shilib ovoz berishi, bir millatning qarshi turishi orqali mutlaq ko'p ovozdan qo'llashi arg'isida Uyg'urlar to'g'risida qaror loyiha ma'qullab, Jungo Kompartiyasining insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini va irq yo'qotish jinoyat o'tkazganligini e'tirof qildi va bu jinoyatni aybladi. Karar layihada mundaq ko'rsatildi. Xotirlangan faktlarga asoslanib fikr qilsak, Jungo Kompartiyasi Uyg'urlikni tanishni, Uyg'ur bo'lib jamiyatlish tugullarini va amaliyat an'anasiga avlod varislik qilishni bechet qilishga urindi. Keng ma'nodan aytganda Uyg'ur millatini gumroh qilmoqchi bo'ldi. Jungo hukumati chekkadan oshgan sistemalik siyosiy zo'ravonlik tashkilladi va planladi. Balki irq yo'qotish siyosat shakllantirdi. Jungo Kompartiyasining bu jinoyatlarini ayıplaymiz. Bu karar layığa Fransiya hükümetinin Jungo hükümetini ayıplishiga haydakchilik qildi. Hem de xalqaro jamiyatning Jungo hükümeti bilan diplomatik munosabatlar elib borganda zaruriy tadbir qo'llanib, bu xil irqiy qirg'inchilik siyosetini oxirlashtirishga haydakchilik qildi. Fransiya Devlet Parlamenti yuqori ovoz bilan qaror ma'qullab, Jungo Kompartiyasining Uyg'urlarga irq yo'qotish siyosati yurgizganligini jinoyat deb e'tirof qildi. Fransiya hukumati 1. ayning 20. günü mundaq xabar qildi. Fransiya Devlet Parlamenti Töven Palatası, National Assembly, Sosyalistlar Partisi mensubu Aliyan David o'tirib qo'ygan muddaonoma bugun yuqori ovoz 169 ovozdan qo'llashi, 1 ovozdan qarshi turishi, 5 ovozdan huquqidan voz kechishi orqali ma'qullandi. Bu karar layihada Jungo Kompartiyasi doiralarining Uyg'urlarga zo'ravonlik qilganligini, insoniyatga qarshi jinoyat va irq yo'qotish jinoyat o'tkazdi deb e'tirof qildi. Fransiya Devlet Parlamenti Töven Palatası nurg'unlagan palata a'zolari muhokama fikr bayon qilganda hozir Jungo hukumatining sistemalik zor ko'lamlik zo'ravonlik elib berayotganligini, jumladan Uyg'ur ayollarni bola tushirishga, tug'ut cheklashga zo'rlaganligini, jazo lageri jamiyatning hujayrisi bir oila a'zolarini bir-biridan ayirib etish, Uyg'urlarning diniy e'tiqod so'rlari, madaniyat, til aloyidliklariga buzg'unchilik qilish qatorliqlar muhokama qilindi, fikr qilindi. Fransiya kishilik huquqni himoya qilguvchi bir cho'ng davlat sifatida zulmga uchraguvchilarni qo'llash majburiyati bor. Ularning xalqaro jamiyati fikr bayon qilishga yo'l ochib berish majburiyati bor. Ularning masalan mazlum millatlarning xalqaro jamiyatda fikr bayon qilishiga yo'l ochib berish
mecburiyeti var. Fransiya Tashqi Savdo Ministerligining ministri Fransiya Cumhuriyet Kompartiyasining vahshiyona harakatlarini davomli va qattiq ayblishi kerak deb ko'rsatdi. Davomini anglaysiz, vatandosh.